Assalomu alaykum Yorqinbek o'z kanalining obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Xo'sh, mana shu ekraningizga ko'rinib turgan chiroyli uycha, ya'ni bizani o'g'limiz har safar mana shu echkilar qo'ylarni mana shu o'g'ildan video qilib chiqaramiz. Mana o'z qo'ramizga, ya'ni biz fermamizni bir qisqa kichkinagina bir yangilik qildik. Bugun o'shani sizlarga ulashmoqchi bo'lgan maqsadda video tayyorlashga harakat qildim. Azizlar, mana qo'ramizdan shuni o'tgandan uyimizdan bir emas, ikkita ariq o'tgan. Mana bu bitta arig'imiz, naryoqda ikkinchi arig'imiz bor. Fermamizga qilgan yangiligimiz azizlar, mana shu narsa bo'ldi. Mana bu xullas urug'lantirish jarayon desa ham bo'laveradi. Mana buni indovotga o'rdak deyiladi. Bu o'zimizni joydagi o'rdaklarga nisbatan farqi qanaqa? Farqi 20 ta tuxum tug'ib kurk bo'ladi. Undan keyin uje yana 1 oy, 1,5 oy yana yeyishiga qarab tuxum tug'ib yana kurk bo'lib turadi. Xo'sh, manzilimiz mana bu manzilni shu paytgacha hech kimga aytmaganman, balkim videoda davomida aytgandirman. Manzil Navoiy viloyati Qiziltepa tumani. Hozirda mana bularni olib chiqishga bozor chiqqanimda, olishga borganimda, xo'sh, bularni bachalari tuxumdan chiqib 10 kunlik, 5 kunlik bo'lganlari xo'sh 25,000 30,000 atrofida ekan. Buni ham endi bir qisqacha o'zimizga budjetga foyda keltirish maqsadida desak ham bo'laveradi. Yikon narsasi tovuqlarga nima berilsa, makka, bug'doy, kepak, shunaqa narsalar beriladi. Bir mahal endi mana hisob kitob qilib chiqqanimizga qarasak, bir mahal ertalab donlarni bersak, mana buni o'ynashini qarang, o'ynashini odam ko'rib maza qiladi-da. Xo'sh, bir mahal don berilsa, qolgan vaqt mana shu yerda mana suv ko'paygan vaqtda mana bunaqa yashil gullarni, o'tlarni o'zini ichidan, o'sha suvning ichidan chiqadigan mollyuskami, endi bu nima deydi? Nima bo'lsa, xuddi shunaqa narsalarni topib yeb, qornini to'g'rib yuradi. Xo'sh, mana shunisi erkagi. Buni tuxumini navbat bo'lmasligi uchun, ya'ni o'sha xo'roz urg'ovni erkagi tuxumlarni yaxshi urug'lantirishi uchun maslahat qilib qildik. Buni 3 ta urg'ovchi o'rdakka bitta erkagidan qilib qo'ysa ma'qulroq bo'lar ekan. Buni o'ynashiga maza qilib o'tiramiz. Ana o'zimni zotli echkilarni boqib, ko'paytirib, shunaqa ish qilyapman. YouTube'ga ham mana shu narsalarni tarqatib, odamlar zotli narsa bilan zotsiz narsani farqiga borsin degan maqsadda video qilib borib, buni zotini nima dedilar, aniq esimda yo'q. Nasib bo'lsa keyingi videolarimga zoti bilan, o'zini oti bilan hammasini qilib tayyorlaymiz.
Bu prosta fermamizda yangilik. Keyin bir tomosha uchun ham video bo'ldi deb o'ylayman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan Yorqinbek Uz kanali bo'ldi. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'ling. Mehnatimizga bir dona like bosib qo'ying.